ofitsialni uylanmaganlar. Kim bilan yashab, qanaqa hayot qilgan bo'lsalar, misol uchun ikkala qiz ham yaxshi insonlar, bittasini farzandi bor, xalq taniydigan qiz, yaxshi obro'si bor, yoshi mendan kichkina, lekin mana hayotlari o'xshamagan. Ikkalovlari ham turmush qurishgan, ulardan oldin ajrashgan ayol lekin va bularni shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men uni tepasida turmaganman. Men bilishim shu turmush o'rtog'im bilan tanishganimda bittalari bilan ajralganlariga salkam 1 yil bo'lgan, ikkinchilari bilan ajralganiga qanchadir vaqt bo'lgan, kam muddat. Lekin ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qarayman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Atamdan borib rozilik olib kelgan.